Birgalikda ishlardik va yetarlicha pulimiz bo'lganda uy sotib olardik. Balki hatto do'kon ham ocharmiz. Axir qararaki savdo gullab yashnayotgan hudud-ku. Bu ajoyib g'oyalaringdan biri bilan kun ko'ra olishimizga ishonchim komil. Ishimiz yurishib ketgach, buni aytish uyatli, lekin farzandli bo'lardik. U yarim iblis va yarim inson bo'lardi. Shuning uchun qaysar bo'lishi aniq. O'g'ilmi yoki qizmi? Egizakmi yoki egizakmi? Ular rostayam yoqimtoy bo'ladi. To'g'ri, doimam hammasi biz o'ylagandek bo'lmasligi mumkin va biz o'ylagandek silliq kechmaydi. Bizda faqat qizlar bo'lib, o'g'il bola bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun oilangdan unchalik g'ururlanmasliging mumkin. Lekin bolalar katta bo'lib, Subaru senga sovuq muomala qiladigan yoshga yetganda ham men baribir san tarafingni bo'laman. Mahallada bir-birini qattiq sevadigan qariya